Aka, ko'rmay qoldingizmi deyman? Charchaganimga ko'zim ketib qoldi. Voy, tushunmadimi? Ko'zingga qarab yurmaysanmi? Tosh mashinada. Men bor uzr. Ayb menda. Uzr bilan ish bitmaydi. Buni bamperi nesh pul turishini bilasanmi? Nesh pul tursa ham qilib beraman. Faqat xos to'lab berishga sharoitim yo'q. Sharoitingni menga nima qizig'i bor? Avvalambor men bor uzr sizlar ishiga aralashayotganimga, menimcha hech qaysi bir inson ertalab ko'chaga chiqayotgan uyda mashinadan uraman deb chiqmaydi. Aka, yaxshilik kelishib olaylik. Nimani kelishamiz? Oldin platit qil, keyin gapir. Kimsan sen o'zi? Allohning qulimi. Tinchlikmi? Gap kustaman degan bilatni. Mana deb urishmaylar. Shunday bu yoqqa qarab oling. Hozir sizga sharoitimni tushuntiryapman-ku. Voy, tushunmadim. Bu hozir Allohning quliman deyotdi. Mashinamning nomerini rasmga yozdi. Kirpili ekan-ku bu. Menga qaro bilatnoy, bu yoqqa. Ho, quloq. Tiling chiqib qoldimi? Mashina texnik pasportini ol bu yoqqa. Kimsan? Men senga texnik pasportni berishim kerak. Ol tez, shoshilma, boradigan joyim bor. Texnik pasport yo'q. Qo'lingdan kelsa ol. Hozir. Menga qara Mohir, 402 ga yonimda edi. Shuna texnik pasportini olib berib tursin, bir narsa kerak edi. Hop bo'ladi. Xo'p. Yo'q, tanimayman. Texnik pasportni ber, bo'l. Bo'ldi, xo'p. Mana aka. Mana buni shula. Nima qilaman buni? Endi ikkaloni o'qichi. Texnik pasportda Yusupov Shahobiddin. Pasportda ham o'qichi endi. Yusupov Shahobiddin. Bo'ldimi? Hammasini tushundingmi? Tushundim aka. Tushungan bo'lsang, mashinaning dokumenti bilan pulini ber bu yoqqa. Bera qol. Aka, unaqa qilmang. Meni ishimga mashina kerak edi, sharoitimni tushuning. Aka, siz bu mashinani o'ylamang. O'zimiz bitirib olamiz, aytgancha. Mana yo'lkar haqqi. Addishi. Rozi bo'ling. Hali manzilingizga yetkazib olib borib qo'yganim yo'qmi? Bu yog'iga o'zim yetib olaman. Rahmat aka sizga. Aka, Menimcha mashina arendasida 3 oylik qarzing bor. To'g'rimi? bu oy bitta qilib bermoqchi edim. 1 oylik arendani pulini ta'xirga kechdim. 2 oylik arendani pulini olib kelib, mashinani olib ketarsan. Menga birovni haq kerakmi? Bilatmi? Nima bo'layotganini rostdan ham men tushunmayman. Aka, Ha, aka. kira qilaman deyaptimi deysiz? Ha. Meni Chilonzor metrogacha tashab qo'ying. Yo'lkrasini beraman, aka, iltimos. Bo'ldi, aka. Pulingiz kerak emas. O'tiring, tashab qo'yaman. Kimga video ulash xizmatlarimiz yoki reklama xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol direkt yozaverasizlar. Hammaga rahmat.